Assalomu alaykum hammaga. Bugun birinchi amaliy mashg'ulotimiz Nmap toolni ishlatish. Nmap toolni ishlatishdan oldin bir ogohlantirib beraman. Buni global saytlarga umuman ishlatib ko'rmanglar. Chunki bu noqonuniy, keyin ertaga o'zlaringizga muammo olib kelishi mumkin. Nmap-i-t-tor keyin IP. Buni bo'lmasam qayerda ishlatamiz deb savol tushishi mumkin. Buni test serverlar, ya'ni Unix'da shunaqa saytlarda test serverlar bor. Buni hali linkini ham tashlab qo'yaman. O'sha yerdan bemalol olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi men o'zim ham shu saytdan olganman. Mana menga IP bergan. Endi buni ozroq muhokama qiladigan bo'lsak, Nmap-deshay optioni bu bizga operatsion sistema, ya'ni Windows, Linux shunga o'xshash ma'lumotlarni chiqaradi. Tor ga keladigan bo'lsa, bu tezligi mana vaqtlarigacha hamma narsasini ko'rsatib turibdi, hozirgi vaqtga turibdi. Endi ozroq kutamiz, bizga natija chiqarishi kerak. Bu har doim natija chiqaradi. Mana qarasangizlar, natija chiqdi. Agar yaxshilab qaraydigan bo'lsak, bizani saytga yo'naltirilgan, ya'ni domen ko'rsatgan, ya'ni portga biriktirilgan domen. 22-SSH porti ochiq, pastroqda 80-port ochiq, yana MAC adreslari bor. Keyin bu OC modeli versiyasi OpenSSH 9.6 P1. Bu ancha yangi versiya. Bunda zaiflik bo'lishi kamdan kam. 83 port HTTP porti. Bunga hozir kirib ko'ramiz. Bu IP ni agar saytga beradigan bo'lsak, o'sha IP ni bizga IP ga biriktirilgan o'sha domenni veb saytdan ochib beradi. Hozir buni ham tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerga IP ni kirdiramiz. Buni o'chirib tashlaymiz. IP enter bosganimizda bizga kichik bo'lsa ham ma'lumot, ya'ni bu test serveri bo'lganligi uchun bu yerda kichik bir ma'lumot bor. Agar bu global server bo'lsa, bu yerda katta ma'lumotlar bo'lardi. Shunda biz olardik. Endi kun.uz ga kirib ko'rsatib beraman. Kun.uz ga sal internetimiz sekinlik qilmasa agar kirish kerak. Bu Wi-Fi da ozroq muammo borda, sal sekin. Terminalda ham ko'rsatsam bo'ladi. Ya'ni kun.uz ga ping jo'natamiz. Ping jo'natish bu xavfli emas, lekin ishlatmagan yaxshiroq. Ping mana bordi. Mana IP, ya'ni kun.uz domeniga biriktirilgan IP. Agar shuni Nmap qilsa bo'ladi, lekin Nmap qilishni tavsiya bermayman, chunki bu noqonuniy, chunki bu global ishlab turgan sayt. Bu birovni uyiga beruxsat kirib borishga o'xshaydi. Shuning uchun faqat test serverlardan foydalanishingizni maslahat beraman. Hammaga rahmat.